Assalomu alaykum. Men Do'smatova Gulnora, 55 yoshdaman. Bu kompaniyaga 1 yildan oshiq bo'ldi kelganimga. Xudo xolisi kelishimdan sabab o'zimda cherepniy давление bilan, xo'jayinimda sahar diabetlari borligi uchun, Fatima qizimda cherepniy давленияsi bor, keyin o'zimda suyak yemirish kasalliklari bilan kelganman. Xudoga shukr, hammamizda natijalar yaxshi. Mana shu kalsiy orqali Xudoga shukr hamma narsamiz joyiga kelib qoldi. Dadamizning sahrlari joyida, normal holatda bo'lib qolganlar. Hozir men o'zim 1 yildan beri umuman dori ichmayman. Oldin aptekani dorilarni to'ldirib qo'yardim. Hozir nevaralarimga ham hattoki hech qanaqangi apteka dorilarini ichirmayman. Paracetamol oldim, Fanigan, Mizium, o'zim oshqozonim ham ovqat yesam hazm bo'lishi qiyin bo'lardi. O'shanaqa dorilarni zapasimni olib yurardim. Hozir Xudoga shukr, unaqa dorilar umuman olmayman, aptekaga kirmayman. Faqat shu kompaniyani dorilarini ichaman, mahsulotini ichaman. Natijalarim juda ko'p. Bu kompaniyaga meni jiyanim Gulondon taklif qilganlar. Bunga hozir mana aprel oyida 1 yil bo'ldi. O'sha ro'za paytida ichish boshlagan bo'lsam, 1 yil bo'ldi xudo xolis. Mana may boshi, aprel oxirida ichishga boshlaganman. Mana shu paytdan beri hozirgacha ichib kelmoqdamiz kompaniyaga. Shu darajaga yetgunimcha, mana shu mahsulotni ichish boshlagunimga qadar men bormagan joyim qolmagan. Xullas, travmatologiyaga borib operatsiya qildirishga holatiga borganman, tayyorlanganman, tizzamni suyak yemirilishi bo'yicha tizzam operatsiya qildirmoqchi bo'lganman. Keyin Xudoga shukr, buni ichish boshlaganimdan keyin yurganimda, ichish boshlamasimdan oldin yurganimda oyog'im qirt qilib yurardim. Hattoki qo'rqardim, yonimdagilar eshityaptimikin shu oyog'im qirsilashlarini, suyak yemirishlarini deb o'zimda shunaqa qanaqa uyalishlar bo'lardi. Yo'q, mana shu mahsulotni ichish boshlaganimdan keyin o'zimda yaxshi natija olganim uchun dadamizga ham ichishni tavsiya qildim. Dadamiz ham ichyaptilar, xo'jayinim. Ular sahar diabet bilan 3 yildan beri mazalar bo'lmasdi. Hozir alhamdulillah unaqa doktorlarga borib, doktorlarning dorisini ichib, yo'msa kapelniza ukollarni olmaymiz, Xudoga shukr. Fatima qizim ham o'zimiz oilamizdan. Men o'zimda bu natijani, rezultatini aytsam, o'sha ichishni boshlaganimdan keyin shu 10 kunlarning ichida natija olganman. Oyog'im og'rishi, oyog'im cho'za olmasligim, hattoki zinalardan bemalol chiqib tusha olmasligim natijalarni yaxshi olganman. Natijalarim juda ham yaxshi. Icham qiynalmasdan bemalol ayta olaman. Shu yerga kelganimga shu mahsulot dozada boshda 10 kun 1 kundan ichganman. Keyin 10 kundan keyin 2 kundan ichganman, ikkitadan ichganman. Ertaman bir mahal ochiq qoringa til ostida simdirish bilan mana shu kalsiyni ertaman ochiq qoringa ichardim. Keyin kun davomida 2 litr, 3 litr suv ichardim, lekin ichardim. Kechqurun yotishdan, ovqatdan oldin tilni ostiga qo'yardim. Xullas, shularni ichganman. Keyin undan keyin sal yaxshi bo'lganimdan keyin bu kalsiy so'rganimizda til ostida so'rilish bilan, so'lay bezlar bilan natija bo'lgan. O'shaning uchun buni ko'proq o'zim ham yaxshi ko'raman, hattoki nevaralarim ham yaxshi ko'radi. Keyin xullas undan keyin kanizm ichishni boshladim. Kanizmni ham boshda 10 kun bittadan ichdim. Keyin 10 kun dam olib, keyin ertaman bitta, kechqurun bitta ichadigan bo'lganman. O'zimda kunora o'zgarishlarda charchoq hissini his qilmas edim. Oldin charchardim, ko'p yursam hansirab qolardim. Boshim rosa ko'p og'rirdi. Boshim og'rishlari hozir ham yo'q, u paytda ham bo'lmagan, Xudoga shukr, alhamdulillah. Bo'lmasin ham hozir yaxshiman, 100% yaxshiman desam adashmayman. Ularga ham xuddi o'zim qandoq ichgan bo'lsam, o'sha sahar diabet bo'yicha kasallanganliklari uchun ularga ham xuddi o'zim qandoq ichgan bo'lsam, 10 kun bittadan, 10 kundan keyin ertaman bitta, kechqurun bitta ichiradigan bo'lganmiz. Keyin borib o'lchatganimizda bularda ham yaxshi natija bo'lgan. Necha kunda ichishni boshladilar? Ularnikida ular buni ichib yurganlarida boshlamasiga kalsiyni ichganmiz. Buni ichib yurganlarida ham diabeton dorilarni ham ichib yurganmizda. O'zlarining dorilarini ham tashlab qo'ymasligi uchun o'zlarining dorilarini ham ichib yurganmiz. Ularda men 15 kun, 20 kunda natija bo'lgan. Unda ham analiz topshirganmiz. Analiz topshirganlarda analizlar yaxshi chiqqanligi uchun keyin undan keyin kanizmni berganmiz ularga ham. 20 kun, salkam 1 oydan keyin kanizmni ham o'zim ichgan holatda ichirganmiz ularga ham.
suvi ham ularga ham xuddi shunaqa til ostida shimdirilib o'sha kuniga 2 litr o'zi suv ko'p ichadilar, 3 litr 4 litr ko'p ichadilar lekin suv. Yo'q, bu mahsulotdan o'zimdan yaxshi natija olganim uchun даже hattoki birovga yetar yetmasam aytishga harakat qilganman. Nimagaki yaxshiligi uchun, natijalar zo'rligi uchun, o'zim uyda yolg'iz qiz bo'lganim uchun tutingan singlim bor edi. O'shanga aytgan, u oyoq politrit kasali bo'yicha unda ham rosa yaxshi natija olganmiz. Xudoga shukr, hastalarni tashlagan hozir ham rosa yaxshi yuradilar. Chehrasidan ham ularda ham yaxshi natijalar olganmiz. Yana aytsam, yana opam borlar. Ularda bilmas edim, unaqa nima kasalliklari bo'yicha bilardim, lekin qanaqa kasalligini bilmaganman. Keyin surishtirsam, ularda gepatit kasal bo'yicha ekan. Xuddi o'sha men aytishimdan oldin Hindistonga ketishadigan bo'lib turishgan, nimaga deb so'raganimizda, ularda shunaqa siroz o'sha boshlanganligi uchun o'sha yoqqa ketishmoqchi bo'lishgan. Keyin aytganmanki, keling, shuni ichiraylik, avvalambor mana shu kalsiyni ichiraylik, agar xarish Xudodan balkim shifo bersa yaxshi bo'lib ketar deganman. Ularda ham do postli qilib qo'yishgan. 8 yildan beri Versalogiyada uchta turar ekanlar ular, o'sha bultur. Menimcha avgust, sentyabr oylarida bo'lish kerak. Ularga mana hadmay 1 yil bo'ladi. Ularda hattoki 9 kunda do postli qilishgan uchun 9 kunda rezultat bo'lgan. Ularga ham boshida bittadan ichirganimiz o'zida 9 kunda 10% jigar naqalariga ham sirozlariga pochkani loyqa suvlar tozalangan. Ularda ham natijalar yaxshi, hozirgida xudo yaxshi yuribdilar, Xudoga shukr. Sog'lomlar, oldingidaqa nimalari yo'q, hozir kirlarni yuvib, ovqatlarni qilib yuradilar. Yo'q, menda unaqa narsa yo'q. Men masalan, hattoki mana shu Williver kompaniyasini mahsulotini ichgunimcha qadar ancha kompaniyaning dorilarini ichganman-da, yashirib nima qilaman. Kim qanaqa mahsulot bor ekan, chiyintisi hammasini olib ichganman, hattoki sibirskiylarni ham olib ichganman, lekin menda o'zgarish bo'lmagan. Bu Williver kompaniyasinikini mahsulotini ichganimdan keyin juda yaxshi natija olganligim uchun Xudoga shukr, haligacha ichib kelmoqdaman, hozir ham ichaman. Undan buyon ham ichaman, Xudo xolisa. Men hammaga taklif qilardim. Ikkilanmasdan, avvalambor Xudo, men o'zim bitta narsani boshlashimdan oldin ishonch bilan astoydil ichishga harakat qilaman. O'sha olmoqchi bo'lgan insonlarga ham, ichishmoqchi bo'lgan insonlarimga ham olib ichinglar, kam bo'lmaysizlar. Unda Xudoga shukr, ximikatlar yo'q, o'sha taraflama rosa yaxshi. Dorilar, aptekalarda ham dorilar bor. Xudoga shukr, men ungacha ancha kalsiyli ko'p ichganman. Baribir o'sha kalsiylarimiz, baribir jigarlarimizga, pochkalarimizga ta'sir qilishini bilib, Xudoga shukr, yo'q. Men uchun qimmat emas. Bu qimmat emas, sog'liq uchun avvalambor. Agar o'sha buni sotib oladigan pulingizga joningizni ham sotib ola olmaysiz-da. Ikkilanmasdan olib ichishga harakat qilaman. Hozirgacha men o'zim ancha-muncha olib ichib qo'ydim. Afsus qilmayman, ketgan vaqtimga ham, ketkizgan pulimga ham achinmayman. Shukronalik bo'lsin, hammani ham tan joni sog' bo'lsin. Ilohim hammanglar olib ichishinglarni taklif qilgan bo'lardim. Yana hozir aytadigan bo'lsam, natijalarim rosa ko'p. Lekin vaqt chegaralangan. Xudo xolaski. Hozir birinchi o'rinda o'sha jiyanim Gulondonga, mana shu Williver kompaniyasini ochgan Lilikalar prezidentimizga rahmat aytaman. Tan jonlarini sog' qilsin, umrjonlarini uzoq qilsin. Hammamiz ham butun O'zbekiston ahliga shu kompaniyani mahsulotini olib ichishinglarni taklif qilgan bo'lardim. Hech ham ikkilanmasdan. Bu yosh tanlamaydi, jins tanlamaydi. Farqi yo'q, kim olib ichishdan qat'iy nazar.